Mustaqillik bu xalqning birligi, mehr-oqibati, milliy qadriyatlari va ertangi kunga ishonchini o'zida mujassam etgan buyuk tuyg'u. Ana shu hislarni o'zida aks ettirgan yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz shiori ostidagi Mustaqillik to'yi festivali Surxondaryoda keng nishonlandi. 3 kun davomida viloyatning turli hududlarida ma'rifiy, madaniy va xayriya tadbirlari tashkil etildi. Bolajonlardan tortib keksa avlod vakillarigacha bayram shukuhidan bahramand bo'ldi. Qadimiy vohada kechgan Mustaqillik to'yi xalqning birligi, milliy o'zligi va ezgulikka intilishini namoyon etgan katta ma'naviy shodiyoniga aylandi. Yagona vatan, yagona xalq bo'lib yangi hayot va kelajak yaratamiz shiori ostida o'tkazilayotgan Mustaqillik to'yi festivali doirasida Qumqo'rg'on tumanidagi nogironligi bo'lgan bolalar uchun g'amxo'rlik markazida yaxshilik karvoni loyihasi tashkil etildi. Bu yerda bolajonlar uchun bayram dasturi tashkil etilib, kuy-qo'shiqlar ijro etildi. Shuningdek, Boysun bahori turizm majmuasida o'tkazilgan Etnosurxon loyihasi doirasida viloyatning 15 ta tuman va shaharlardan kelgan folklor etnografik jamoalari ishtirokida baxshichilik san'ati, milliy xalq o'yinlari, folklor chiqishlar, kuy-qo'shiqlar va raqslar ijro etildi. Boysundagi gala konsert esa festivalga yanada ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Mustaqillik to'yi festivalida o'zimizga xos jihatlarga asosiy e'tibor qildik. Har bir loyihada boy san'atimizni, milliy qadriyatlarimizni, urf-odatlarimizni yoshlarga keng targ'ib qilish va uni bus-butunlikcha kelajak avlodga yetkazish. Mana shu tariximizdan, milliy qadriyatlarimizdan ruhlanish, ya'ni milliy ruhni uyg'otish festivalimizda maqsadi hisoblanadi. Mustaqillik to'yi festivalda nafaqat vohadoshlar, balki chet ellik mehmonlar ham ishtirok etib, yurtdoshlarimiz quvonchiga sherik bo'ldi. Germaniyadan keldim. 35 yil oldin men O'zbekistonda Shurchi rayonida yashaganman. Qandaydir taqdirim bor ekan, men yana mana Surxondaryoga qaytib keldim. Respublikada 35 yilligi mustaqilligi bayram bo'layotgan ekan, butun O'zbekiston xalqini tabriklayman. Shukronalik loyihasi doirasida bir guruh san'atkorlar Angor tumanining Tallimaron mahallasida istiqomat qiluvchi 101 yoshli Marziya momoning hovlisida bo'lib, uning holidan xabar oldi. Samimiy suhbat qurilib, Marziya momoga esdalik sovg'alari topshirildi. Xushovoz xonandalarning kuy-qo'shiqlari esa 101 yoshli onaxonni ham o'ynatib yubordi. Surxondaryodagi Mustaqillik to'yi esa ana shunday ezgu g'oyalar, samimiy tuyg'ular va xalqning yuksak kayfiyati bilan o'z nihoyasiga yetdi. Bu kun Sardorbek Lolayev, Maqsud Alimnazarov, Surxondaryo.